Mana ota-onalar bizga ko'p murojaat qiladi dedim. Ko'pincha ular bilan gaplashganimizda sekin mana arz qilishganda ham ko'pincha shu umumiy shu mavzuga kelib qolamiz. Bolam yaxshi bola bo'lishi kerak edi. Men hamma narsa qildim. Keyin aytaman, yaxshi bu nima? Men xohlagandim. Ya'ni bu ko'proq orzu, xohish. Orzu emas, xohish. Yaxshi bu nima degani? Bolangiz yaxshi deganda nimani ko'ruvdingiz? Haligi boy bo'ladimi, doktor bo'ladimi, olim bo'ladimi, insofli bo'ladimi, menga qaraydimi yoki qayergadir borib prezident bo'ladimi? Nimani desa, juda ko'p, ishonmaysiz 60% ota-onalar aniq javob bera olmagan menga. O'shanda keyin sekin tushuntirardim. Yaxshi bola bo'lish bu juda yaxshi narsa. Lekin yaxshi bola bo'lish o'zi bu xohish-istaklarimizni, kerak narsalarimiz, bu hayotdagi ehtiyojlarimizni yopib bermaydi. Shuning uchun mana maqsad haqida gapirganimizda mana aytdik, bu maqsad bu inson erishmoqchi bo'lgan aniq yakuniy natija. Ya'ni bolam yaxshi bola bo'lishi kerak xohlayman. Demak, bolam o'sha iymonli, insofli deymiz, diplomli, ya'ni yoki injener yoki doktor aniq. Keyin deylik o'sha bitta oilani boshi va menga deylik o'sha suyanchiq bo'lib, menga deylik qaraydigan aniq tushunchalar bo'lishi kerak. Yana undan tashqari mana bilasiz, o'tgan safar aytdik, moddiy qadriyat bor, ijtimoiy qadriyat bor, ilm qadriyati bor, ma'naviy qadriyat bor. Bularda ham aniq etish kerak.